Sizlarga assalomu alaykum. Bugungi videoda biz bir Xbet platformasiga ro'yxatdan o'tish va Lans jamoasi uchrashuvini ko'rib chiqamiz. Ro'yxatdan o'tish bosqichiga o'tamiz. Izohlardagi havola orqali o'ting, rasmiy web sahifaga kiring va registratsiya tugmasini bosing. Bir klikda ro'yxatdan o'tishni tanlab, mamlakat, valyuta va promokod maydonlarini to'ldiring. Promokod ekranda ko'rsatilgan yoki uni izohlardan nusxalashingiz mumkin. Endi Lans va Nitsa o'rtasidagi bahsga o'tamiz. Hozirgi vaqtdagi koeffitsiyentlar Lans g'alabasi uchun 2.20, Durrash uchun 3.20, Nitsa g'alabasi uchun 3.40 namoyon bo'lmoqda. Lansga stavka qilishning bir necha asosiy sabablari bor. Jamoa o'z maydonida o'ynaydi va u yerda ushbu mavsumda mustahkam va ishonchli o'yin ko'rsatmoqda. Ular jismonan tayyor va ayniqsa o'yinlarida yuqori motivatsiyaga ega. Nitsa esa safar o'yinlarida noaniq natijalar ko'rsatmoqda va hujumdagi imkoniyatlarni yarata olmayotgani uchun Lans uchun qo'shimcha imkoniyatdir.